Ey aziz mehmonlar, san'at ixlosmandlari, bahorning nafasi kelgan, ko'ngillar gullagan pallada sizlarga bugungi yo'l Samarqand viloyati Narpay zaminida porlayotgan yulduz sahnaga chiqadi. Bugun bu munosabatda Narpay tumanidagi 10-maktabning iste'dodli, shijoatli, maqsad sari dadil odimlayotgan Turon jamoasi sahnaga chiqadi. Ma'rifatni xo'p ko'rdim. Bilishimcha hammangiz o'qiysiz bilmaydini. Ha, albatta bobojon. Bugun o'zgacha zamon. Menga dosh bo'lmoqqa maktabingizda qanday yutuqlar bordir? 1993-yil qurilgan dargoh. Ilm nuriga to'lgan har so'qmoq ming avlodlarni parvarish etib, yurtga fidoyi farzand yetishtiradi. Maktabimizga poydevor qo'ygan Nazar Haydar, ilm bilan yoritgan qalblarni har doim. Bugun rahbarlik dono Sojida Usmonova rahnamolikka borlar doimo. Ilm maskani nurli dargoh, sening noming bizga panoh. 58 ustoz fidoyi bizga, har biri biz uchun misol quyosh. 8 oliy sertifikat bilan dunyo saroyi hattoin 8 oylik gol va faxrimiz, 15 birinchi toifa tayanchimiz, 10 ustoz milliy sertifikatli. Maktabimiz shonli, sharafli, birlik mehnat bosh mezoni, shu maskan baxt va nur makoni. 1029 o'quvchisi. Orzular shular har bir nafasda bilim, tarbiya, muqaddas yo'lda kelajak sari dadil qadam qo'ydi. Menga dosh bo'lmoqqa bu yutuqlaringiz hozir. Xo'sh, sizda yana qanday yutuqlar bordir? Xalqorazmiy nomli tashkilotda 3-o'rindan porladi nom. Ey maktabim, aziz makon, sen bilan faxrlanadi har bir inson. Shaxmat taxtasida donolik bilan qulon va go'zal yurtni ishonchlar. Tumanda birinchi bu faxrli nom, viloyatda ikkinchi balanddir. Fan olimpiadasi bilim maydoni, geografiyada 3-o'rin maktabning shoni. Qizlar futboli shijoati bor. Tumanda ikkinchi sharafyon. Birdamlik kuchi g'alaba ruhi, maydonlarda joylarda shodlik shukuhi. Bir yil mehnat bizlarga bilan, yutuqlar sari yurlik ishonch bilan bizning maktab kelajak sari porlayverar yillar bari. Maşalloh. Menga shuncha yutuqlarni aytdingiz. Xo'sh, ularni qanday isbotlagaysiz? Mana qarang bobojon, jamlangandir barchasi. Ko'rib ko'zingiz sunnat. Bu dargohda porlar yo'lsiyosi. Orzu qanot yozar har bir bolasi. Kecha shu yerda o'sgan muhollar, bugun yurt suyanchi, kelajagi borlar. Prokuror, advokat, adolatning posboni. Shifokorlar mehr va shifolarning imkoni. Ustoz bo'lib qaytgan ularning farzandlari ham. Ilm taratadi ularning yorug' zamoni. Davlatning eng oliy mansablarida xizmat qilmoqda sadoqat bilan bu maktab bergan bilim sharofat yo'l ko'rsatmoqda ularga qadam. Har yili bitirgan o'g'il qizlar oliy dargohlarga dadillikla kirarlar. Yuksak natija, porloq kelajak, maktab sha'nini g'urur ila ko'tarar. Barakalloh bolalar. Sizlardan xursand bo'ldim. Teatrga oshnosiz. Behbudiga izdoshsiz. Tinglang qo'lingiz quloq. Teatr bu ibratxonadir. Nima ekan bolajonlar? Teatr bu ibratxonadir. Cho'lgon ekkan niholdan bu
taftida ummon, olislardan taralgan armon, ummon ortida bormikan bimon, o'yu xayol surgan o'zbekman. Bu 60'ning olis joyida, so'z simirgan uning soyida, Tumarisning mag'rur poyida, alqa sotib turgan o'zbekman. Bir Alisher qalam qo'lida, mag'rur o'tdi umr yo'lida, qushlar bilan qushlar tilda, bir ajib suhbat qilgan o'zbekman. Bobur kabi tutilsam yiroq, yuragimni o'rtagan firoq, xenziliga tortdim iliroq, Toj Mahalni qurgan o'zbekman. Aytib bersam o'tgan kunlarni, cho'lponlari bitgan o'zbekman. Qo'g'risi bitgan kunlarni, oxir yod urgan o'zbekman. Mag'rur Jaloliddin borda, zamin yig'lar edi qarda, Timurbekning oq tulporda, Xitoy qadar borgan o'zbekman. Vitamin to'sgan yerlarga, yoqtirolmay tuzgan yerlarga, bo'yin egmay Iskandarlarga kulib jonim bergan o'zbekman. Bizning